Mana Kongoni bir necha soatlar oldin va'da berdim, ko'rib qiziqib chiqamiz deb. Bu I'ni, A'ni anaqasi bo'yicha topib, men zapros berdim. Qanaqa qilib chiqdi u chempionat meni. Bu kafta gruppada yaxshi o'yin o'tkazdi deyapti. Normalniy nimalar bilan o'zi chiqqan deyapti. Oson bo'lmagan deyapti. Senegal bo'lgan gruppasi deyapti. Mavritaniya bo'lgan, Sudan bo'lgan deyapti. Senegalga bitta Senegalga yutqizgan 1-0 hisobida-da. Chiqqan deyapti. Уже play-offda Kamerun kutib turibdi. Kamerunni yutgan. Kamerunni yutyapti. Finalda уже yarim final bo'lyaptimi? Yarim final shunaqa nimalarga kelganda уже Kamerun chiqaryapti. Nigeriya bilan bir-bir o'ynayapti durang. Qo'shimcha vaqtda ham o'zgarish bo'layotgani yo'q. 4-3 hisobida yutyapti Kongo. Yana bu просто qatdan chiqib qolmay kuchli. O'zi Afrika qit'asida ham bilasizlar, futbol kuchliroq ancha xavfli. Oldindan biz 95-yildan O'zbekiston bilan o'ynaganda O'zbekiston shu Osiyo o'yinlari g'olibi bo'lganda Nigeriyaga kelgan. Kuchli paytimiz o'shanda Igor Mirzo Qosimovlar bo'lgan anaqa yetuv nimalar. O'zimizni uyda yutqizib qo'yganmiz. 2-3 bo'lgan. Juda o'shanda muxlislar esimda turibdi. Juda qiziq o'yin bo'lgan, lekin kuchli o'sha. Oldindan Afrika futbolda moshma kuchli. Hatto o'yin bo'lgan. Endi o'sha jamoalarni mana Kongo 50 betlarni aytayapti, 52 yil oldin chiqqan chempionatga keldi. 1974-yilda betga shu noto'g'ri tarjima qilayotgan bo'lsa, 74-yilda oxirgi marta jahon chempionatida qatnashgan bular. Mana oradan 52 yil o'tdi, 52 yil o'tgandan keyin play-offlardan anaqalardan o'tib qo'lga kirityapti. Nigeriyani qarshiligini sindirib, finalda Yamayka bilan o'ynaydi bular buni. Final uchrashuvi. When they competed at Zaire, making this one of the most remarkable comeback stories in World Cup history. The team is led by French coach. FIFA'ni o'zida ham kirsa, o'zi ham tasdiqlayapti. Haqiqatan bular gruppaga tushgani, haqiqatan bular DR Congo is going to the World Cup! Getting you set a trip to the FIFA World Cup, a playoff tournament. Over the line! Bitta upside bo'ladi. Most of that body. Again for Bakambu. Brings it down and the shot is in the side netting. Instead turns it in field. Here's the chance for Jamaica. Palmer! Blocked out of play. Leon Bit just outside of that post. That's it. It slows it on its way to Bakambu. Cedric Bakambu, full stretch, Andre Blake. Eyes for the corner. That's a brilliant gamble. With the cross, looking for Leon Bailey. Bailey just a second or two late to that one. That is it. 90 minutes down. No score between DR Congo and Ghana. So it'll be an in-swinging ball towards the near post. Sneaks through, it's in! Axel Tuanzebe is broken through for DR Congo! 1-0 in extra time! It's words that have never been spoken before! DR Congo is going to the World Cup! Jamaikani yutib chiqadi. Xullas tarkibini ham ko'rdim, tarkibi ham yomon emas, lekin hozir tarkibi ham yomon emas ekan. Mana bir nechta nimalarni qaradim. Futbolchilarni bir xil chiqyapti pastda, u ozgina harfida xatolik bo'lmasa,
darvozabon, himoyachilar, yana himoyachi, hujumchilar. Buni bir nechta saytdan ana qildim. Mana West Ham standartda bor belgani o'zini chempionatdan bor. Yilda mana o'zidan o'zi emas-da, bab chet el nimalardan kuchli klublarda o'ynab, bunaqasi bo'ladi-da mana. Aralashgan Fransiyada ham o'yinchilar bor. Angliya Super Ligasida bor. Fransiyada, Angliya, Belgiya. Al Jazeera'da bitta bor ekan, Simon Banza Al Jazeera. Bu yoqda ham biz bir nechta saytlardan tekshirdim mana. Alyan Sportda bor ekan bu qaysi bir sayt bor edi. FIFA'nikida ham qaradim, FIFA'nikilarning katta anaqalari yo'q. Mana o'zini o'sha Kongo Respublikasining qaysi bir komanda klubi o'sha yerda ham chiqib kelyapti. Qayerda o'ynaydi mana. Tarkib yomon emas-da. Endi u boshqa legionerlar o'tganda u Lille bilasizlar, Angliya Super Ligasida nimadir o'ynash biladigan yaxshi tajribalarni qana oladi-da ular ham. O'rtoqlik uchrashuvlar Daniya bilan, Chili bilan oxirgi iyun oylarida bu rejalar qilingan. Tayyorgarlikni ular ham ana qilmayapti. Bilan biletlarni aytganda bitta joydan eshitib qoldim, eng qimmat bilet O'zbekiston bilan anaqa bilan bo'lar ekan deyishdi. Kolumbiya bilan deyishdi. Bir o'shani to'shni qildim. Birinchi o'rinda eng qimmat sotilgan bilet guruh o'yinida. Hozircha bo'lib turibdi. Meksika bilan Afrika, Janubiy Afrika Respublikasidagi o'yin. Bo'ladigan o'yinda 2782 ta bilet sotilibdi. Bizaniki ikkinchi o'rinda bo'lib turibdi. Guruhi bu. Bu guruh o'yinlaridagi uchrashuv Kolumbiya bilan mana. Birinchi o'rinda shu Meksika bilan Janubiy Afrika Respublikasi katta bilet ketgan. Meksikadagilar ham katta qiziqish futbolga juda yuqori ekan, buni ham bilinib turibdi. Statistika. Ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Shuning uchun bu bemalol proqodnoy degan bo'lish kerak emas. Tushuncha bular ham juda kuchli. Kerak bo'lsa Portugaliyaga muammo qilib berishi mumkin. Kolumbiya ham bemalol o'tib keta olmaydi bularning nimasidan, bu degani. Shuning uchun bizda kuchsiz komanda yo'q. Chempionatda o'z kuchsiz bo'lishi mumkin emas. Nimadir bo'lib turib, yirik shotlar bo'lishi mumkin, lekin o'zidan-o'zi tushib qolmagan shu. O'ynagan shu saralashlardan o'tib kelgan. Mana O'zbekiston har doim zo'r o'ynaydi. Faqat chiroyli o'yin qilaman deb hujumni bosadi, boshqa qiladi, qayerdandir nimadir bo'lib oxir himoyadan xatolik qilib urib ketaverishardi ko'pincha. Lekin bizni oldindan bilasizlar, ko'rib yurgan anaqalar bilishadi. Bir qanaqadir yotib olib yutqizib bir anaqa qilmagan. Qo'rqmasdan Maradona o'ynagan, chiroyli o'yin qilgan. Просто trener va Fabio Cannavaro opti katta-ku, futbolchi bo'lib katta tajribasi bor, murabbiy ham bo'lib katta tajribasi bor degan umid qilamiz. Endi Xudo xolasa fiziki podgotovkani zo'r qilsa biz ham bolalar, men ishonaman, zo'r o'ynab beradi. Fiziki podgotovkada agar bizda qoqilib qolmasa, chunki Venesuela bilan o'rtoqlik uchrashuv bo'lganda adashmasam zo'r o'ynab 2-0 ga yutib kelyapti. Oxirgi daqiqalar 90+ ichida yutqizib ham qo'ydi. Shuning uchun Xudo xolasa uch tayyorgarlik ko'rishga menimcha bolalar fiziki, jismoniy tayyorgarlik zo'r bo'ladi. Mana sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ko'rishguncha sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Har doim o'zbekchilik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash, asl mehmon do'stlik, yaxshi anaqalarimiz tark etmagan holda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Hammalarga omad tilaymiz. Ko'rishguncha xayr.